Assalomu alaykum. Yaqinimga tabrik kanalining hurmatli kuzatuvchilari hamda muxlislari. Har kun sizlarga erta tongda tong, xayrli kun deyish biz uchun baxt aslida. Omonmisiz, ro'zalar bilan charchab qolmayapsizmi? Mana, ro'zaga ham oz qoldi. Eslatib o'tamiz, bugun 28-mart 2025-yil sanasi. Ushbu sanada tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Eng muhimi, o'zingizni asrang. O'zingizni ehtiyot qiling. Agar siz ham yaqinlaringizga ayta olmagan dil izhorlari va shirin so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, Yaqinimga tabrik kanali eng yaxshi tanlov. Sizlar bilan kamina boshlovchi Neloya bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling.